Assalomualaikum kuzatuvchilar. Kecha ma'lumotni yopdik. Xudo xohlasa mayt qoldi, izcha qoldi. Oyoqlarni otib qo'ydik. Xullas, shuni bo'ldi. Kecha kech qolib ketdik. Shahidlar. Ketib loyiha qilib qo'ydik. Endi mashina hozir Mo'g'onaga tushamiz. Karvchi Mo'g'onani suv qo'yamiz. Mana pechkani o'rnini qo'yib qo'ygan ekan. Bo'lmadi shekilli yopardi. Shu endi. Hurmatli kuzatuvchilar, mashina beradamiz. Telefon qilaverasizlar. Bo'lmasa mayt yechib nima qilib ekanda akalar. Ishonchizcha qiynab bergan joy ekan. Bu aslida bu yoqda turibdi. 10 ta molam bor. Novoz ishni boshladi endi akalar. Gazini bosdan so'y O'zbekiston deydi. Bratishka. Gazini bosdan so'y. O'rchisiga ahaymiz qaranglar. Kecha YouTube ketdi ahay qaranglar. Yozda shuni qo'yadi-yu. Yer qashini singaryapti. 10 ta buzib qaytadan urishyapti. O'ng'ishdi ekan endi. Mana bitta o'ng'ish urishyapti. Maytda mol bor. Shu ishonamiz biratimlar. Opalar yashiruvchi. Anaqa chiqarasizlar nomerlarni. Tashlab qo'yganman. Oldingi videoyimda. Voy biray. Yetmayapti. Hozir yetkazamiz. Ko'p berdik o'n videoda. Anaqa chiqarishga. Xullas mana shunaqa ishonarlardak. Endi mana novoz bor qora.